Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana shanba kuni Adas mahallasidan paxta olib keldik. 240 kilo. Bugun shanba kuni tayyor bo'ldi. Bu mahalla Adas mahallasiga borib topshiramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, shu raqamga murojaat qilishingiz mumkin. Dastlabki xizmatimiz adilli bo'ladi. Salom hurmatli fuqarolar, shanba kuni Adas mahallasidan 240 kilo paxtani olib kelgan edik. Mana bugun shanba Adas mahallasiga dastlabki qilyapmiz. Hozir 5 minutga mana ikaramiz. Damazga 4 ta to'y ortilgan. Mana bu yerga yana 3 ta to'y qolgan. Nasib bo'lsa dastlabki xizmatimiz ham adilli summada.